Nimaga dovdiryapsan? Men oldin bunaqa mashinaga o'tirmaganman-da. Yigitlaringning hammasi mashinasida faqat senga chupa-chup so'ldirib yursa kerak-da. Men yigitlarni Y harfi bilan ham gaplashmaganman. Menga xohlagancha yolg'on gapirishing mumkin, lekin alda olmaysan. Tushundingmi? Ustoz yoza qolaylik. Ha, xo'p. Boshladik. Action. Sen orani ochish uchun atay bahona qidiryapsan. Siz menga xiyonat qilyapsiz. Men sizni rasmingizni, videoingizni. Stop! Yemayapti. Siz menga xiyonat, men sizga boshqatdan olaylik. Boshqatdan. Siz menga xiyonat, men sizga xiyonat. Boshqatdan o'xshamadi. Zanova. Yana boshqatdan. Siz menga xiyonat, men sizga xiyonat. Billa. Oddiygina 2-3 so'z gapirish shunchalik qiyinmi? Men birinchi marta syomkaga tushyapman. Siz bilan oddiy tilda gaplashayotgan bo'lsak, yana nimaga qiynalyapsiz bilmadim. Men buni tushundim. Bu yaxshi qiz rolini o'ynamayapti. Unga salbiy personaj rolini berish kerak. Unda ssenariy yozish kerak. Menda ssenariy tayyor. Shunchaki dialog almashasizlar xolos. Endi bu salbiy personaj bo'ladi. Yozamiz, davay. Siz men bilan urush uchun ataylab bahona qidiryapsiz. Telefoningdagi yiting bilan quchoqlashib rasmga tushgan videolaring meni senga bo'lgan bahonam emas, seni menga bo'lgan xiyonating. Gap yo'q, so'z menga yoqdi. Bir kunga yetar yetmas million prosmotr urdi. Men senga nima dedim? Bunga salbiy rol bitta tushadi dedim. Voy, shu qiz menmanmi? Yomon o'xshatib qo'yibman-a? Конечно, o'xshatasan-da. Axir yolg'on gapirish kulli odatingsan. Alo. Syomkadamisan? Ha, syomkadaman. Bugun menikida qolasan. Voy. Qolamayman-u, lekin syomkadan kech chiqdim deb siz bilan o'tirishim mumkin. Kechaginaga bir xursand qilib berasan. Ha, bo'ldi, xo'p. Naqadcha tashaveraman. Davay, tezlash. Xo'p. Hop. Agar kattaroq bo'lsa, Eng saqlan, o'taqralik bilan.